Assalomu alaykum, Akmaljon kanalining hurmatli obunachilari, YouTube ishqibozlari va Aberdi Angus ishqibozlari. Bugungi videomiz o'zimizning xonadonimizdan Aberdi Angus buqalarini oddiy uslubda boqish haqida bo'ladi. Mana hozir bularni yemini solib qo'ydik. Hammasi yeb mazza qilib ishtaha bilan yeb yotishibdi mana. Xudo xohlasa bular ancha o'ziga kelib, semirib mana bo'yinlarni solib ancha semirdi. Ko'z tegmasin. Mana yemini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, hop, shu yemdan berib kelinyapti. Hop, buni ichida kepak, kunjara, yeng'oq po'choq haligi g'o'za po'choq bor, maydalangani haligi o'lik deydimi? Shunaqa. Mana buni mazza qilib yeb yotishibdi. Bularni ishtahasini aytmaysizmi, ishtahasini. Bularni qanchadan yem yeyotganiga keladigan bo'lsak, shu uchalasi hozirgi kunda 2,6 grammdan yeyapti. Hop, bunisi 3 kilo. Bu kattasi 4 kilo yeyapti. Bunisi esa 3 kilodan yem yeyapti. Bir kunda 2 mahal qaralyapti. Hozir ertalabda yemini soldim. Yemidan keyin hashagini yedi. Oxirida qarabsizki, suvni 2 paqirlab ichadi. Hozir kunlar issiq bo'lgani hisobiga suvlarni ham ko'p-ko'pdan ichyapti. Mana birma-bir ko'rsatib o'taman. Hop, bu yemidan keyin yeydigan hashagi nima deb o'ylashlaring mumkin. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda somonimiz turadi. Mana bu yerda esa g'o'za po'chog'imiz, ya'ni qishloq tilida aytganda qovorchoq. Hop, mana buni yemidan keyin yeydigan hashagi. Hop, bu yerda silos, hop, somon g'o'za po'choq, qovorchoq. Silosimiz tugab qolganda shu bedadan qirqib aralashtirib beryapmiz. Mana qopli silos. Shu yerga navalka bosganmiz, 2 mashina uni yeb tugatdi. Mana hashagi ham zo'r. Hop, molimiz 6 ta bo'lgani hisobiga shu oddiy paqirda, mana shu paqirda 6 paqir qovorchoq to'kamiz. Ustidan somonni to'kib, yarim paqir suvdan sepib qo'yamiz. Yeyishga yaxshi bo'ladi. Somoni, qovorchoqlari uvib, ertalabga yaxshi yem bo'lib turadi. Buni aralashtirib keyin solamiz. Qovorchog'imiz ham bir mashinadan mana shu qoldi. Xohlasa mana ancha bo'yinlarni solib shuncha mol boqib bir narsaga amin bo'ldim. Hop, boshiga nuqta qilgandan shu bo'yniga arqon qilib baylab qo'ygan ham yaxshi ekan. Ancha o'zgarishida
semirishida ancha foydasi bor ekan. Bu katta bo'lgan hisobiga arg'amchini uzib yuboradi deb bo'yniga zanjir qo'yganmiz. Bu ham bo'yni semirib ancha zanjir ham torroq bo'lib qoldi. Ora-orada bir oy o'tganda shu bo'ynidagi arqonlarni bo'sh qilib sal bo'shashtirib qo'yamiz. Bitta qo'l aylanadigan bo'lishi kerak. Shu baylanganda har xil holat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu xotirjam aylanib turish kerak. Buni endi zanjir semirgan hisobiga ancha qisilib qoldi. Endi bo'shatib qo'yamiz. Sizlarga orqa taraflaridan ham ko'rsatib o'taman mana. Bugungi sanamiz 2024-yil 6-oy 1-kun. Haftaning shanba kuni. 1-iyun Xalqaro bolalar kuni. Barcha bolalarni tabriklab qolamiz bolalar kuni bilan. Mana ancha o'ziga kelib, orqalari ham ancha semirdi. Mana bunisi eng kattasi. Uchalasi kichirog'i. O'sha aytib o'tganimdek, bu uchalasi hozirgi kunda 2,6 grammdan yem yeyapti. Bularga hech qanaqa ukor dori, vitaminlarsiz shu holatga keldi. Mana. Taglari yomon bo'lib ketgan deb o'ylashlari mumkin. Endi Xudo xolasa endi tozalaymiz. Yemini solib qo'ydik. Xudo xolasa mana shu ham dumbalik namoz bo'ladi. Videomiz keng tarqalish uchun musofirdagi do'st birodarlarimizga, aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz va like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz biz qo'yib borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Kunduzi kun isib ketganda shu ventilyatorlarimizni yoqib qo'yapmiz. Mollar ancha salqinlab mazza qilib yotishibdi. Yemni tarkibi bilan yana bir tanishtirib o'tadigan bo'lsam, yer yong'oq po'choq, un, kunjara, kepak, muchka, ya'ni o'lik deyiladi. Keyin bu yemiga ham oz miqdorda shu tuzdan ham qo'shib yuboramiz, shu oddiy tuz. Nimagaki bu qolgan parodalarga qaraganda, zot mollarga qaraganda ko'proq yog' qilishini hisobiga shu yog'ini terib turadi deb, ham yog'ini sal me'yorda ushlab turadi, ham chanqatadi. Shuning uchun tuz qo'shib turiladi yemiga. O'g'irlarda tuz turar edi, mol tuzi, o'zini tuzi. Hozir ular yeb tugatdi, endi olib kelib qo'yamiz. Bugungi videomizga yakun yasaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang.
Xudo xohlasa yana bu boqilish joylaridan ham tez video qilib turamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.